Biroda bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan turda namoz o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi. Yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraganda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardika olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, agarotni chopib, tekis agat olib beradi. O'zi 1000 yo'q o'zi. O'zi hemiri yo'q. Qaraganda uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomda ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Podvalingga tushganda u ham shu tartib kerak bo'ladi. Ko'changdagi ariq, eshiging tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlagandek chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekarchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi dada, sizga nima deysiz? Yo'q, u mehnat qilib o'rgangan, mehnat bilan o'zini tirik his qiladi, mehnat bilan o'zini baxtli his qiladi. O'shuning uchun ketvonda olib sekin daraxtlarni tayin chopayotgan, agarot to'rlayotgan, daraxtlarni putayotgan. To'g'rimi? O'shuning uchun mehnat qiladi qarilar. Tushundinglarmi endi ukalar?